Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Islomjon va YouTube maktabi. Do'stlar, bugun sizlar bilan Xudo xolasa bizda o'tgan yili offlaynni oldi potoklarda o'qigan o'quvchilarimizdan biri Azamjon aka Sadullayev bilan gaplashamiz, podkast qilamiz. Bular YouTubedan qancha daromad topgan, qancha vaqt ishlaganlar, asl kasblari nima va sizlarga YouTube bo'yicha ishlashlaringda qanaqa insaytlar beradilar. Mana shular haqida to'liq gaplashib chiqamiz. Azamjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Islombek aka ustoz, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Salomatmisiz? Azamjon aka, bugun sizga bir nechta savollar tayyorlab qo'yganman. Podkast uzoq vaqt cho'zilmaydi, ya'ni tomoshabinlarning unaqa bizni ko'rib turgan o'quvchilari YouTube ga qiziqadigan insonlarni unchalik ko'p vaqtini olmizda. Sirazu savollarga o'tamiz. Bir nechta savollar tayyorlab qo'yganman. Chiroyli qilib javob bersak nasib bo'ldi. Demak, Azamjon aka, sizga beriladigan birinchi savol. YouTube'da pul ishlashga qachon va qanday qilib qiziqib qolgansiz? Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Charchamang. Xo'p, bu savolga javob beradigan bo'lsak, bizda o'zimizda tumanda, ya'ni Chust tumanimizda o'zimizda YouTube bilan shug'ullanadigan blogerlar bo'lardi. Ya'ni ham Instagram, ham YouTube bilan shug'ullanadigan. O'sha bolalarda bankka o'z ishim bilan borganimda o'sha inson AdSense'dan pul yechganini ko'rib, savol berib, bu qaydan keldi bu narsa? Men YouTube AdSense degan so'zini ko'rganman. O'sha narsani ko'rib, YouTubedan pul ishlasa bo'ladimi? Men shu narsalarni eshitganman, lekin iloji yo'q deb o'ylardim desam, "Ya, iloji bor aka, harakat qiling" degan. O'shandan keyin qiziqib ketib qolib, YouTube'dagi videolarni ko'rib, shunga kirib kelganman. Tushunarli. Xo'p, Azamjon aka, bunga qancha bo'ldi hozir aytayotgan voqeangizga? Xo'p, salkam 2,5 yildan oshdi. Demak, YouTube'ni boshlaganingizga 2 yildan o'tdi. Tushunarli. Xo'p, Azamjon aka, asl kasbingiz nima? Xo'p, meni asl kasbim, asosiy kasbim o'qituvchilik, ya'ni fizika fanidan dars beraman o'zimizning tumanda. Ikkinchi kasbim ota kasb hisoblanadi. Bu mebelchilik, otamiz boshlaganlar, biz yurgizyapmiz, aka-ukalar birgalikda. Shu bizning kasbimiz. Endi uchinchisi mana YouTube bo'lib qoldi, kasb bo'lib. Ikkita kasbingiz bor ekanda, hozir o'qituvchilik qilar ekansiz, yana mebelchilik qilar ekansiz. Bu kasblaringiz YouTube'dan, ya'ni YouTube'da ishlashingizga xalaqit bermaydimi? Xalaqit beradi degan narsa o'zi uchun mana shu narsani qilaman, ya'ni o'sha pulni yechaman deb o'ziga ishonch bildirgan odamga bu xalaqit qilmaydi. Hech qachon. Chunki albatta vaqt topadi bunga. YouTube'da bitta kanal yuritish uchun qancha vaqt sarflaysiz bir kunda? Xo'p. Eng qiziq joyini aytaylik, ya'ni yangi YouTube'ga kirib kelayotganlarga savol ana bo'ladi, javob bo'ladi. Yangi YouTube'ga kirib kelganimda men birinchi navbatda noto'g'ri qilganman kontentlari, chunki nima deydi, tushuncha bo'lmagan. Shu. O'shaning uchun har bitta kontent uchun 3 soat, 4 soat, даже 5 soat ham vaqt ketgan. Hozir lekin 5 minut, 10 minut vaqt ketadi. Hozir uje siz Reels'ga tushib bo'lgansiz. Xo'p. Shunday. Qarang, ko'pchilik YouTube'ga yangi kirib keladi, 1-2 oy shug'ullanadi, qarasa o'xshamayapti hech narsa, tashlab ketadi-da. Sizda ham shunaqa voqea bo'lganmi? Ya'ni, bu narsa men uchun emas ekan, o'ylaganimdan ko'ra qiyinroq ekan deb tashlab ketmoqchi bo'lgan vaqtlaringiz bo'lganmi? Yo'q, menda bu narsa bo'lmagan, chunki menda moddiyat jihatdan, moddiylik jihatdan menda kamchilik bo'lmagan. Chunki men bilasiz, pul yaxshigina aylanadi, faqat YouTube'da passiv dohod bo'lib qolsin degan maqsadda qo'shimcha daromad. Qo'shimcha daromad, ya'ni nima desa bo'ladi, u narsani ko'rdim-ku, o'sha bolalarda yechilgan. Demak, buni iloji bor. Bizda shunaqa xarakter bor, iloji bor narsani orqasidan doim qo'yamiz. O'shani hisobiga menda unaqa narsa bo'lmagan. Ya'ni siz tez daromad kelishini kutmagansiz, o'zingizni, ya'ni harakatingizni qilgansiz, natija albatta bo'lishini bilgansiz. Shunday. Odam qilgan ishni odam qiladi. O'sha YouTube'ni boshlaganingizda, YouTube'dan daromad qilishga qiziqib qolib, YouTube'ni boshlaganingizda do'stlaringiz tarafdan, oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz tarafdan bo'lmagan narsani qilyapsan, yig'ishtirib bu ishingni, bo'ladigan narsani qil degan gap so'zlar bo'lganmi? Ya, albatta bo'lgan. Buni hozir 3 turga bo'lamiz. Ya'ni, ana YouTuber bo'lgandan keyin kontentlarni o'zingizcha ideya qilib tashlar ekansiz. O'shaning uchun 3 turga bo'ldim. Birinchisi do'stlar deylik. Ikkinchisi ona, uchinchisi ota. Ya'ni fikrlari.
Xo'p, do'stlardan boshlaydigan bo'lsak, do'stlar men aytdim, shundan ishlasa bo'lar ekan. Men ko'rdim ko'zim bilan shu narsani. Qilaylik, kelinglar, yordamlashib birgalikda qilsak, hamma narsani ham birgalikda qilsa o'sish tezroq bo'ladi deb aytuvdim. Lekin ba'zi birovlar endi ko'chadan eshitgan gapi, O'zbekistonga pul to'lamaydi-ku. Nima qilasan o'zingni qiynab? O'zingning ishing bor-ku, nima qilasan qiynab? Yetmayaptimi degan gaplar bo'lgan. Yo'q, qilaman, masalani ko'rsataman deb chiqib ketganman. Shu gapni lekin aytganman. Pul yechgan kunimni birinchi yechman, birinchi $48 etsenjimda pul ko'ringanda. O'sha bir ko'rsatganman. Xo'p, endi onamga keladigan bo'lsak, onalar shunaqangi zot bo'lar ekanki, farzandini qiynalganini ko'rib, men kechasi ham даже video kontent qilganman-da. Qiynalganini ko'rib, "Ey o'g'lim, senga yetmayaptimi? Ke o'zingni qiynama" deganlar. Keyin, "Yo, bo'ladi bu narsa" degan. Keyin otamga kelganimda otam aytdilarki, otamda zo'r xarakterlari bor-da, bitta narsani boshlasak, ani o'qimaydilar. Umuman nima deydi, oyoqdan ushlab qolmaydilar. Ana yutqazsak ham, yutsak ham o'sha narsani qil, o'sha fikr keldimi senga qil. Bor gazini bos deganlar. O'sha menga qanaqadir nima ham bo'lgan lekin dadam gapirgan gaplari. Gazini bos degan gaplari hozir ham esimda. Demak, oila a'zolaringiz tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'lgan baribir. Da, bo'lgan. Birinchi endi go'shtli joyga keldik. Hammaga qiziq bo'ladigan joy, biz boshqalari pulni hisoblashni yaxshi ko'ramiz-ku. Bir oyda YouTube'dan eng ko'pi qancha pul yechgansiz? Bir oyda menda ikkita kanal bo'lgan. Ikkita kanaldan $3700. Aniq hisob aytadigan bo'lsam, hozirgacha esimda bor. $3692 pul qo'limga tushgan. $3692, $3700. Qarang, bir oyda. Biz katta pul haqida gaplashyapmiz-da. Bir oyda bu yog'i 50 millionga yaqin pul haqida gaplashyapmiz-da. Bizda misol uchun o'rtacha dohod O'zbekistonda deylik $500 da. Bir oyda topish mumkin bo'lgan o'rtacha dohod $500. Siz u tem bo'li davlat ishida oliy ma'lumotni ishlab turib olish mumkin bo'lgan oylik. Siz bir oyda YouTube'dan prosta 5 minut vaqt sarflab deyapsiz mana. 5 minut vaqt sarflab kuniga bitta kanal uchun $3600 topganingiz haqida gapiryapsiz. Ya'ni bitta inson deyarli 8 oy davomida topish mumkin bo'lgan pulni siz kuniga 5 minut vaqt sarflab bir oyda topyapsiz. Bu hozir podkast eshitayotgan yangi insonlar, YouTube'ga umuman tushunmaydigan, YouTube bilan shug'ullanib ko'rmagan, YouTube haqida ma'lumoti yo'q insonlar uchun bu juda fantastik pullarda. Shunday. Ya'ni chegara bormi YouTube'da qanchadir pul ishlab, mana shundan ortiq ishlab bo'lmaydi degan narsa bormi? Yo'q, chegara yo'q. Maksimum degan narsa yo'q o'zi. Maksimum yo'q, lekin piyoda minimum $100. Ha. Endi ko'pchilik o'ylamasa, misol uchun $3700 birdan yechgan deb, yo'q, u narsa bo'lmagan. Misol men birinchi ishlagan pulim $48 bo'lgan. Birinchi ishlagan pulingiz $48. Ha, lekin yecha olmaganman, chunki $100 dan olsa yechib bo'ladi, senjidan. Yecha olmaganman. Uni lekin xabarim ham bo'lmagan. Bir oyda $3692 bu juda ham katta sonlar. Xo'p, demak, bir oyda eng katta pul topganligingiz haqida gaplashdik-da. Jami YouTube'dan qancha pul topganligingizni ham video davomida gaplashib ketamiz aka. Xo'p, keyingi savolga o'tib ketamiz. Hozirgacha shu YouTube kanal yuritishda, YouTube bilan shug'ullanishda yo'l qo'ygan eng katta xatoyingiz nima va mana shu xatoning orqasidan siz nimalar yo'qotdingiz? Xo'p, eng katta xato yo'nalish o'zgartirib tashlash. Ya'ni misol uchun teleskopda yurdingizmi, o'shandan pul ishlayapsizmi? Aynan o'sha kanal uchun boshqa yo'nalishga o'girib o'rish katta xatolik bo'lgan. Men o'zim ishlab yotayotgan, mana ochiq oydan aytaman, $1200, $1300 ishlayotgan kanalimni $100 ga tushirib o'rganman. Yo'nalish o'zgartirib. Bitta yo'nalish. Men o'ylaganmanki, u yo'nalishda RPM baland, ko'tariladi deb o'ylaganman. Shu. O'sha eng katta xatoim shu bo'lgan. Auditoriya o'rganmagan narsani bergansizmi mahsulotda? Xo'p, demak, sizda bo'lgan eng katta xato mana shu yo'nalish o'zgartirish. Misol uchun shaxsan menda bo'lgan eng katta xato bu Gmail, parol va Google akkauntlarimni xavfsizligini o'z vaqtida qilmaganim va shu xavfsizlikka ulangan raqamlarim va qurilmalarimni asrab qo'ymaganligim meni qanchadir katta kanallarimni yo'q bo'lib ketishiga olib kelgan. Endi keyingi savol aka,
YouTube haqida odamlar ko'chada gapiradigan gaplar bor. Ya'ni pul topish oson deydi ba'zilar, juda ham oson deydi. Ya'ni slishkim oson qilib ko'rsatadi, что bir haftada kanalni monetizatsiyaga uladim va $10,000 ishladim deydi. Ba'zilar aytadi, juda ham qiyin YouTubedan daromad olish. Sizga qanday YouTubedan daromad olish? Ya'ni qanchalik oson yoki qanchalik qiyin? Yangi boshlayotganlar uchun umuman YouTube'da xabari yo'q insonlar uchun qiyin tuyulishi mumkin. Boshlang'ich Hattoki oddiy 10 kun yo'nalishlar. qiyin tuyuladi deb hisoblayman men. Boshlang'ich 10 kun. Shunday. Keyinchalik agar yaxshi o'rgansa, chunki mana misol uchun men o'qituvchiman. Biror narsani yo'naltirsak, agar biz hammaga misol 25 ta o'quvchi bo'lsa, hammaga tengdan mavzuni tushuntiramiz, lekin undan 3 yoki 4 kishi aktivni zo'r o'rganadi. Ana shular natija qilishi mumkin. Lekin yana bir marta aytyapman, YouTube'da natija bor, faqat sabr kerak. Shu narsa kerak. Men xuddi shu misolni beraman ko'pchilikka, ya'ni onlaynda yozishadi, ko'p inson yozadi-da. Aka, sizda onlayn 2 oy o'qisam mendan natija bo'ladimi yoki offlaynga yoningizga borib 1 oy o'qisam natija bo'ladimi deyshadi. Men aytaman, yo'q, men bilmayman sizda qanaqa natija bo'lishini. Chunki sizni o'rgana olish nimangiz bor, qobiliyatingiz bor. Xuddi sizni, misol uchun siz o'qituvchisiz, sizni misolingizni aytaman-da men. Sinfda misol uchun 30 ta bola bo'ladigan bo'lsa, 5 ta a'lochi, 15 ta o'rta hol o'quvchilar bo'ladi. 10 ta 15 ta ikkichi o'quvchilar bo'ladi. Nimaga ikkichi o'quvchilar bo'lishi kerak? Agarda o'qituvchi hammaga bir xilda dars o'tadigan bo'lsa, o'qituvchi hammaga bir xilda dars o'tadi, kimdir ortiqcha, kimdir kam ko'rmaydi. Ana ikkichi do'stlar o'zlari, ikkichi bolalar o'zlari o'yinqaroq bo'ladi, darsni takrorlamaydigan bo'ladi yoki yaxshi o'zlashtirmaydigan bo'ladi. Xuddi shunday, hammada bir xil natija bo'lish imkoniyati yo'q. Shunday. Shu misolni beraman men. Xo'p, aka, keyin daromad yaxshi ketayotgan vaqtda, kanalingizda daromad zo'r ketyapti. Shunaqa qo'rquv bo'lganmi? Ya'ni qachondir hammasi to'xtab qolsa-chi, tugab qolsa-chi degan qo'rquv bo'lganmi sizda? Albatta bo'lgan. Bunda siz bilan ham birga ko'rganmiz. Ikkita kanal bo'lardi, monetga ulangan. O'sha kanalni bittasi yozma apellyatsiya tushib rasvo bo'lgan. Ya'ni monetdan uzilib qolgan. Keyingi o'y hayoli boshlangan, ikkinchi kanal shunaqa bo'larmikin? Qachon bu narsa ish qilib takansa ketsin-da oxirigacha degan fikr bo'lgan. Lekin yozma apellyatsiyani qaytara olmaganmiz. Chunki yozma apellyatsiya 10 ga 90 ishlaydi, o'zingiz bilasiz. Ba'zi bir holatda o'tadi, ba'zi bir holatda o'tmaydi. Aksariyat holatda o'tmaydi. Xuddi shunday. Demak, siz bilan boya bir oyda jami eng katta ishlagan pulingiz haqida gaplashdik. Endi YouTube'dan jami topgan pulingiz qancha? Ayta olamizmi? Ayta olamiz. Yaqin $20,000. 20,000. Aniq sonlarda? Ikkita kanaldan? Bitta kanaldan 11,000, yana bitta kanaldan 8,000 dan ko'proqmi, shunaqa edi. Hozir ko'rib ham nima qilaveramiz? Ko'rsatib olasizmi? Ko'rsatib bering shuni. Hozir tayyorlab qo'ydim. Xo'p. Mana, bu birinchi kanalim. $11,000. Ochilganidan beri shuncha pul ishlagan. Jami 8 million 200 ming prosmotr bo'lgan ekan kanalda. 8 million prosmotr bo'lgan. Bir realni dahot, kimlardir o'ylashi mumkin, mana dollar o'rnida aytishadi-ku, Urugvayni nimadir edi. Yo'q, YouTube'da ishlab yurgan insonlar yaxshi biladi. Bu yerda RPM примерно $1 dan oshiqroq RPM borda, $1,5 ga yaqin RPM bor. Shunda примерно hisoblasanglar shu sifra kelib chiqadi. Shunaqa. Buni qiziq joyi, mana shu kanalga apellyatsiya tushib, mana shu kanalga apellyatsiyasini yechganmiz. $11,000 pul ishlagan kanal apellyatsiyaga tushgan. Lekin prosmotr o'tda tushib ketgan apellyatsiyadan keyin. Aktiv tushib ketdi. Mana buni yilligini ko'radigan bo'lsak, hozir sizga ko'rsataman. Buni RPMni baland bo'lishini sababi AQShniki 17% bo'lgan. Amerika birinchi o'rinda ekan auditoriyada sizda. Shunaqa 17% bo'lgan. Ba'zi bunda ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin Soединение Штаты 17.2% ko'rinyapti bu yerda. Shunaqa.
Endi nariga kanalga o'tadigan bo'lsak, bu kanalim men buni qaytara olmadik, hali gaplashgan kanalimiz. Hop versa Kanal kanali. aytishimiz, Obverse kanalimiz. Xo'p, endi bu kanalimizni mana bu ham Taylor kanal, Mark Finn kanal, 4 talik holatda qilingan kanalimiz. Buni analitikasiga kiradigan bo'lsak, bu 8,000 dollar ishlagan. Demak, 19,000 dollar pul ishlagan ekan bu kanal. 19,000 dollar jami YouTube'dan pul ishlagansiz va mana shu 19,000 dollar pulni nimalarga ishlatdingiz? Xo'p, 19,000 dollar pulni, buni bir aytib o'tib ketaylik. Bu pul kamida 2,5 dollardan daho topib kelgan oyiga. Oyiga 2,5 ming topgan bu kanalingiz. 4 oy pul ishlagan xolos bu kanal. 4 oyda уже 8,000 dollar. 8,000 dollar. U narigisi 1,5 yilda 11,000 dollar edi. Juda zo'r aka. 4 oyda 8,000 dollar. Buni oshishini sababi sizni sababchingiz. Siz o'rgatgan bitta darslik bor, u haqida ham gaplashamiz. O'sha nima bo'yicha. Xo'p, endi keladigan bo'lsak, mana bu narsa olingan. Onyx Redline. Shunday. YouTube orqasidan mana Onyx Redline olgan ekanlar. Siz ham agar YouTube orqasidan qanaqadir mashina sotmoqchi bo'lsangiz, nasib qilsin deb yozib qo'ying kommentariyaga, yaxshi niyat qilib. Biz esingizda bo'lsa, kurs davomida o'tayotganimizda shu YouTube kanalida, ya'ni daromadi bo'yicha sizni kompyuterga support bo'lib qolganman. Siznikidan o'taman xudo xolisi deb va'da bergandim, o'sha ishni qildim lekin. Esimda. Lekin ochiq oydin aytaman, 3,000 dollarga kompyuter terilgan bo'lsa, hammasi YouTube'dan bo'lmagan. Men o'zimni sohamdan qo'shib turib, keyin uni o'rniga qoplaganman. Bu kompyuter. Lekin pulni chiqarib olgansiz baribir YouTube'dan. Albatta, chunki 19,000 dollar bu chakana pul emas. Xo'p, oxirgi hal qiluvchi savol aka, demak, kelib o'qidingiz o'tgan yilgi oldi potoklarda o'qidingiz. Endi har qanday joy ochilganda xato kamchilik bo'ladi-da va ish davomida bu xato kamchiliklar yopib boriladi. Men sizga nimalarni o'rgatdim-u, nimalarni o'rgatmadim. Rostini aytasiz, bu podkast odamlar ko'rib o'tiribdi buni. Xato kamchiliklar mendagi, siz nimalarni o'rgatganingiz haqida aytib bersangiz bo'ldi shu narsani. Xo'p. O'zimdagi xatolarni ham mayli kursdagi bir ikkita xatoni ham aytishimiz mumkin. Albatta. Mayli, xafa bo'lmaysiz, do'st. Bemalol, ochiqchasiga. Xullas, menda bitta fikr bo'lgan, onlayn kurslarda o'qishga meni fikrim noto'g'ri bo'lgan. Ya'ni nima deydi, onlayndan ko'ra offlayn borib, yuzma-yuz bo'lib ko'rishib, kursda o'rgangan menda boshqacha fikr, o'sha fikrda bo'lganman xullas. Shuni hisobiga men o'ylaganmanki, qachon Namanganda ochilar ekan bu narsa? Baribir boshqa viloyatga borganingizda, meni ikkinchi ishim bor, mebelda menga stoyitmas edi. Chunki vaqtdan yutkazib qo'yardim. Shuni hisobiga Namanganda ochilsa boraman deganimda, Xudoning qudratini qarang, 4 oy yoki 5 oymi vaqt o'tgandan keyin siz kursni ochgansiz. O'quv markazi ochgansiz, ya'ni kurs. Ochganda bo'ldi qatnashamanda birinchilardan bo'lib kursingizda offlaynda o'qiganmiz. Xo'p, meni kamchiligim akkaunt sozlashda bo'lgan. Birinchisi. Keyin YouTube'da kontentni rekomendatsiyaga olib chiqayotgan bitta fikr, nakrutka holati menda bo'lmagan fikr. Oddiy kontent qo'yib ketaverganmiz. O'shani hisobiga birinchi kanalim shuncha ko'p vaqt 11,000 topganda. Kam vaqt topdim. Endi kursdagi bitta kamchilik nimada bo'lardi? Sizda reklama qilish qobiliyatingiz o'ta slab. Hali ham shunaqa. Bitta nimaga bu ba'zi bironularga o'xshab kontentlar, misol natijalari ko'rsatish kerak. Qiling o'sha narsani. Men ko'rganman, bu videoda 1 million prosmotr olayotganlaringni. O'sha narsani. Hazil ekan pul emas. O'sha narsani ko'rsatmagansiz-da. Haligacha bor bu narsa. O'sha bitta kamchilik. Endi ikkinchi kamchilik nimada? Ikkinchi kamchilik sizda endi xafa bo'lmang, men ham o'qituvchiman. Bemalol. O'qimang. Ikkinchi kamchilik sizda dars o'tayotganingizda hozir ham mana kamerada ham sal-pal tutilish bor. Bor. Jicha uni to'g'irlash kerakmikin, nutq demoqchiman. Yana xafa bo'lmang, ustoz. Bemalol. Buni aytishingiz kerak. Bilim bo'lish bo'yicha demoqchi emasman. Prosta yetkazib berish holati bor-ku.
Masalan, shu narsani ko'paytirsangiz, masalan 20 tadan hozir 5 ta o'rganayotgan bo'lsa, 15 ta, 20 ta bo'lib ketishi mumkin-da. O'sha joyi bor. Lekin avvalman yana bir marta aytyapman. Yo'q, buni to'g'ri aytish kerak-da. Bu narsani aytilmasa men qayerdan bilaman? Buni aytish kerak. Shunaqa gaplar Azamjon aka, podkastga rozilik bildirganingiz uchun kattakon rahmat. Menimcha juda ham bir nima deydi, foydali bo'ldi. Uzoq cho'zmadik, lichni gaplari qo'shmadik. Foydaligina podkast qildik. Ko'rib o'tirganlarga ham qanaqadir foydasi tekkan bo'lsa, havas qilgan bo'lsanglar, havas qildim deb yozib qo'ysanglar, nasiblarga ham nasib qiladi. Podkastga rozilik bildirganingiz uchun kattakon rahmat aka. Sog' salomat bo'ling. Xudo xolasa yana ko'rishamiz. Bu yerda xudo xolasa vaqt soat kelsa, yuzimizga o'tirib ham bir podkast qilamiz nasib. Xudo shunga vaqt topmayapman, bir aytdingiz. Bir kelasiz. Hech vaqt topmayapman. O'shanda bir borganimda bir qilamiz, xudo xolasa. Hamma bilan nasib qilamiz. Aka, sog' salomat bo'ling, kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Diydor ko'rish nasib qilsin aka. Bergan bilimingizga rozi bo'ling, Islombek aka. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling, salomatlik, ishlaringizga rivoj. Rahmat. Do'stlar, sog' salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar nasib. Keyingi podkastlarda ham bundan ham qiziq, balki bundan ham kattaroq natijalar olib chiqishga harakat qilamiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha